Undaqda biz navbatga sahnamizni yana bir talaylik riyosatchimiz Adiljon Abduqiyumga bersa qandaq? Qani, qizg'in alqishlar bilan marhamat. Adiljon taklif qilsa. Rahmat. Marhamat. Assalomu alaykum ekran oldidagi qadrli bovlar, mo'mlar, ota-onalar, aka-hadilar, qo'zchaqlar, toychaqlar, yangi yilinglarga muborak bo'lsin. Rahmat. Xo'sh, yeni bir yilda hammanglarning tininglarga salomatlik, talay va omad yor bo'lsin. Xo'sh, unda qolsa, bugungi kechiligimizdagi talay egalari kimdir, ha? Hammamiz birlikda 1dan 3 sanash orqali kechiligimizdagi 3 nafar talaylik tomoshabin tanlab chiqamiz, ha? Unda qolsa, ekranimizdagi suratlar birinchi qadam to'xtamasdan aylansin. Bir to'xtasin. İkinci qadam ekranimizga suratlar to'xtamasdan aylansin. 3 to'xtasin. Marhamat. Ona qolsa 3-chi qadam ekranimizdagi suratlar to'xtamasdan aylansin. 1 2 3 to'xtasin. Rahmat. Bu ishimizga ko'ngil so'g'imiz bor bo'lsin-mi? Shinjon xalq nashriyati 2011 yangidan nashr qilgan bir yurish kitoblar qabul qilgaysizlar. Yangi bir yilda shu yangi kitoblardan o'zi qilib, yangi yilni ma'nili o'tkazishga rahmat. Qadrli tomoshabinlar, yangi yillik bu akşamımızda albatta kelgusimizning umidi bo'lgan umaq bolalarimiz kam bo'lmaydi. Undaqda shu umaq bolalarimiz haqidagi bayonni O'smirlar qonining sevimli riyosatchisi Dilrabo do'stimizga bersak qanday? Әмді табият анымыз маны мұшындақ аппақ либас білән пүркенген мұшындақ құшалық минутларда біз әміміз бір яғы жәм болып, еңі бір елға жүшқын кәпият кіріп кет бармыз. Демісі мұ табият біздің анымыз, ол бізге құшалық бәді, hayatlık бәді, huzur бәді, cümleden әмі нәсіні anı табият бізге бәді. Ona olsa biz мұшы anı табиятны құшал қыла алдық мұ? Onun biz nemi bir aldık? Onu biz razı kıla aldık mı? Menimcha hamda hammanglar mushu yangi bir yildan boshlab o'zimizning bolalarimizdan, atrofimizdagi kichik ini singillarimiz bilan birlikda, shular bilan birlikda atrofimizdagi kichik ishlardan boshlab mushu ona tabiatga rahmatimizni bildirsak, ona tabiatimizni sevsak, qadrlasak degan umidda endi shundoq bir ishninki payt kelib qoldi ya Nozgul. O bo'lsa bugun mushu mening yinimdagi istalda Jungo Fanlar Akademiyasi Xinjiang Ekologiya va Jo'g'rafiya tadqiqot o'rnining tadqiqotchisi Alshir Qurbon akamizni o'ltiribdi. Shunday bo'lsa, Alshir akamiz mushu paytda bizga qanday qilsak biz mush tabiat onamizni texim xushal qila olamiz, uning ko'zidan yosh chiqarmaymiz. Mushu haqda bir amaliy misollar bilan so'zlab bersa degan umiddaman. Eni yoshlar qabul qilamsizlar? Hammamiz anglab boqaylik. Aldı bilen bütün qarindoshlarımızın yangi yilini tabriklayman. Sizning yangi yilingiz muborak bo'lsin. Rahmat. Endi hamma ishning beshi o'smirlikdan boshlandi. Bu to'g'risida hamda nurg'unlagan bizniki nurg'un maqol tamsillar, amaliy misollar bor. Endi biz tarbiyani o'smirlik vaqtimizdan boshlagan vaqtimizda bu bizga bir umr amro bo'lib o'tadi. Masalan biz kichik vaqtlarimizda bizga nurg'un ishlarni ota-onalarimiz yomon bo'ladi degan bir xil tushuncha bilan bizga tarbiya qilib kelgan. Masalan, qalaymuqan junda to'ksang yomon bo'ladi, qalaymuqan kul to'ksang yomon bo'ladi, qalaymuqan non uvoqlarini yak tashlasang yomon bo'ladi degandek. Mana bu hozirgacha mening umr bo'yi shu so'zlar mening qo'lqimning tuyida jaranglab turibdi. Ham mening hozirgi ish harakatlarimda menga bir xil turtkilik rol o'ynaydi. Endi bizde yomon bo'ladi bilan tang yana savob bo'ladi deydigan bir rag'batlantirish xarakterini olgan bir xil tarbiyalash usulim mavjud. Endi mushuningda bizmi hozir nurg'unlagan ota-onalar bolalarimizga tarbiya qilgan vaqtimizda savob bo'ladi, yomon bo'ladi degan gaplarni ko'p ishlatmaydigan bo'lib qoldik. Endi bo'lsa, mana mush fursatda bizning kelgusidagi taraqqiyotimizga foydali bo'lgan, o'zimiz yashayotgan mush muhitimizni asraydigan, qo'g'daydigan mush ishlarga foydali bo'lgan, savob bo'ladi va yomon bo'ladiganni qaytadan tepib olsak, uni biz o'zimizning kelgusidagi taraqqiyotlarimiz uchun biz xizmat qildirsak, ilg'or ideyalarni qabul qilib, kelgusidagi tabiatimizni qo'g'dash uchun xizmat qilsak. Rahmat. Rahmat sizga. Rahmat. Haqiqatan yer shari faqat birla. Uni asrash, uni suyish
hammamizning muqaddas bir burchimiz. Endi bundoq bir talab bor Nozigul. Qani, mushu mening yaqin do'stim Bala Çolpan Kibara bugün A studiyasidagi akıllarının hamkorligida yordamlashishida mushu ana tabiatga bir sovg'a deb kelibdiki, mush do'stimizga bir sahnani bergan bo'lsanglar degan umidim bor, ham talabim bor. Albatta bo'ladi, qinamsi Kibara, sahnamizga marhamat. Tabiatda bir anam bor, qalbi mehriga intizor. Uningsiz bo'lsam zardor, bitalayman. Qo'ynida o'ynasam, kulsam, suyiga biliq bo'p cho'nsam, lochinda ko'klarga yetsam deyman. Uningsiz na zamonlarga, uningsiz na makonlarga, uningsiz na armonlarga bitalayman. Uningsiz na zamonlarga, uningsiz na makonlarga, uningsiz na armonlarga bitalayman. Tabiatda uningsiz bo'lsam zardor, bitalayman. Qo'ynida o'ynasam, kulsam, suyiga biliq bo'p cho'nsam, lochinda ko'klarga yetsam deyman. Uningsiz na zamonlarga, uningsiz na makonlarga, uningsiz na armonlarga bitalayman. Uningsiz na zamonlarga, uningsiz na makonlarga, uningsiz na armonlarga bitalayman. Tabiat, sen mening shodligimsan, tug'ilib erishgan xazinamsan. Tabiat, sen mening borligimsan, qadrlayman mangugacha aqidamsan. Uningsiz na zamonlarga, uningsiz na makonlarga, uningsiz na armonlarga bitalayman. Uningsiz na zamonlarga, uningsiz na makonlarga, uningsiz na armonlarga bitalayman. Tabiat, sen mening shodligimsan, tug'ilib erishgan xazinamsan. Tabiat, sen mening borligimsan, qadrlayman mangugacha aqidamsan. Qadrlayman mangugacha aqidamsan. Qadrli tomoshabinlar, mana hammanglar mushu go'zal oqshomga jam bo'lib o'tiribdingiz. Shu topda men shundoq bir parcha xatni topshirib oldim, ham to'liq ta'sirlandim. Bu xatni sizlarga o'qib berishni to'g'ri topdim. Hurmatli mehmonlar, biz Baogang Po'lat Temir guruhi Xinjiang 1-Avgust Po'lat Temir shirkatidagi barliq ishchilar bu yangi yillik san'at kechiligini iqtisodiy jihatdan alohida qo'llaymiz. Shundaqla sizlarga yangi yillik salom yo'llaymiz. İşlerimiz gerçi aldırış boğalığı üçün keçilikке barılma qaldık.
Lekin özümüzün vekilini salamga evettik. Soğumuzni qabul qilgaysizlar. Hürmet bilen Bavgang Polat Temir guruhi Şinjan 1 Avgust Polat Temir şirketi işçilar uyushmasidan sizlarga ko'pdan ko'p tashakkur. Hammamiz nomidan sizlarga yangi yillik salom yo'llaymiz. Rahmat sizlarga. Shunday tomoshabinlarning orasida qarasam, bizning riyosatchilarimizdan Dilbarmo birinchi ratdan o'rin olib o'tiribdi. Dilbar, shu tapda sizni balkim hayajonlangan bo'lishingiz mumkin. Shu tapdagi sizning ko'ngil sog'lig'ingizni, ko'ngil so'zlaringizni anglag'imiz kelib qoldi. Yuqorida bizning o'sha suyumli kishilarimizning yurak so'zlari ifodalangan bir parcha xatni anglab o'tdik. Bundan nay ta'sirlandim. Demisimi shu ishchilar bizning shu jamiyatdagi eng to'kibkor kishilarimizningki bir qismi deb qarayman endi. Ular shu halol qon tari badaliga jamiyatimiz uchun, turmushimiz uchun o'zininki bir kishilik to'kisini qo'shib kelyapti. Endi biz hozir bu yerda yangi yillik san'at kechiligini tabriklab o'tiribmiz. Ammo bizning shu suyumli kishilarimiz-chu, ular yanala ishlab chiqarishning birinchi sepida nihoyatda jafoliq ishlayotmoqda. Buning uchun biz ularga rahmat aytamiz. Yangi yillik salom yo'llaymiz. Bo'ldi. Hammamiz shu tilakda rahmat sizga. Havadan uçup düşken kar mıdı yağmur mıdı? Havadan uçup düşken kar mıdı yağmur mıdı? Bana karab koymaysan yayırım bağırım taş mıdı can can yayırım bağırım taş mıdı? Bana karab koymaysan yayırım bağırım taş mıdı can can yayırım bağırım taş mıdı? Gül yapalım desem o can bir aynı yok bende. Gül yapalım desem o can bir aynı yok bende. Köyünümle bilemsen men azaplangan bilen can can men azaplangan bilen Köyünümle bilemsen men azaplangan bilen can can men azaplangan bilen Bağlıgan bağlı, yürekli dağlıgan dağlı. Bu bağlıgan bağlı, yürekli dağlıgan dağlı. Kılığını dinmesem, senin mesleğin bana çağlık can can. Senin mesleğin bana çağlık. Kılığını dinmesem, senin mesleğin bana çağlık can can. Senin mesleğin bana çağlık. Gül yapalım desem o can bir aynı yok ben bilen. Köyünümle bilemsen men azaplangan bilen can can men azaplangan bilen.
men azaplangan bilen